Bu yerdagi maishiy texnikalarga narxlarni ko'rib bular o'g'irlab kelyaptimi deysizlar. Qaranglar, mana shu avtomat kir mashinasining narxi 2 million 400 ming so'm ekan, vobshemi? Qarang, hozir ham kunlar isyapti. Konditsionerlar kerak. Narxi 2 million 990 ming so'm. Bundan arzonni menimcha topishning iloji yo'q. Xullas, video davomida bu qayerda joylashgan, narxlar qanaqa, hammasini tushuntirib beraman. Muzlatgichlar narxi umuman muzlatib yuboryapti. Qaranglar, 1 million 990 ming so'mdan vodiy bo'ylab mutlaqo tekinga yetkazib berishadi. Mana o'sha Elite ham, Techi ham, Imberi ham. Vashimi? Mikroto'lqinli pechlar, mikrovolnovka deb qo'yishadi biznikilar. Xullas 640 ming so'mdan ekan. Bu plisoslar narxini eshitganingizdan keyin uyingizdagi shipirgini irg'itib yuborasiz. Qaranglar, bu baklashkali, bu qopli. Mana o'sha Samsung 670 ming so'mdan. Xullas bu yoqqa ketaveradi. Duxovkalar kerakmi? 599 ming so'mdan boshlanar ekan. Yarim avtomat kir yuvish mashinasi, buni bahaybatligini qaranglar. 10 kiloli Ziberg kir yuvish mashinasi, ichida buni aylanadigani nirjavekali, narxi 1 million 450 ming so'm. Televizorlar ham juda ham katta assortimentda taqdim etilgan. 32 talikdan 100 talikgacha bor ekan va eng ko'p sotiladigan bu albatta 32 talik televizorlar. Oddiysi 990 ming so'm ekan, smart esa 1 million 100 ming so'm, $100 ham emas. Yangi uylar ko'p qurilyapti, ularning oshxonasiga gaz panellari, vichkalar kerak. Mana shu komplektni siz 1,5 millionga olsangiz bo'ladi. O'zini zajgalkasi bor, zamonaviy cho'tki narsa. Maishiy texnikalarga buyurtma berish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Smart Baza 2 do'koni ertalab soat 8:00 dan kechki soat 22:00 gacha ishlaydi. Manzil Shahrixon tumani, shundoqqina Hamza ko'chasida joylashgan, Suv hayotni ro'pparasida. Smart Baza 2 do'koni.